Bu braslet ko'rinishidagi qurilmada bu qanaqa ma'lumotlar olib beryapti hozir? Yurakda urishi, qondagi kislorod miqdori, Harakatni olib beradi. Demak bu demak Bluetooth modul orqali mobilniy birlashuvga ma'lumotlar uzatadi. Hozir endi bu brasletni materialdan tayyorlagansizlar? Materialdan. Aslida 3D printerdan qo'yib, remont braslet ko'rinishida bo'ladida. Braslet deyiladimi? Braslet deyiladi. Bu material yaxki, teriga botmaydi. Adaptivni qilish qulayroq bo'ladi. Rezinkada sal terlashi mumkin. Bu yaxshiroq. Buni spin-off korxona qilib ko'p tirajda ishlab chiqish mumkinmi? Mumkin. Buni asosan dasturiy vositasi nima maqsadlarda ishlatadi? Dasturiy mahsulotni buni ma'lumot uzatib turadi, ma'lumotlar yig'ib turadi. Keyin misol uchun inson kun davomida qancha o'zini monitoring qilish mumkin, qancha soat yuragi qanday urayapti kun davomida. Kasallikni tashlash mumkin. Keyin xuddi mana bu harakatchanligini baholash rossiyaliklar ko'rsatilgan neyro garnituraga aynan o'xshash qurilmada shunday. Ularda miyaga lenta xuddi shunaqa elastik lenta edi, miyasiga qo'yiladi. Bizda endi shu o'shanisi qo'lga qo'yilyapti. Ikkalasi ham umumiy nimasi bitta. G'oyasi ma'lumotni ikki tomonga uzatib, tahlil qilib uzatib turadi. Buni ham xuddi shunday. Odamga misol uchun ortiqcha vazni ham yo'q, bemalol harakat qilsa yo boshqa narsa qilsa ham nima qilmaydi. Lekin kun oxirida o'sha vaqt oralida o'zini nazorat qilib olish. Yechib ko'rsak bo'ladimi? Yechib. Demak bu soat ko'rinishi, soat braslet ko'rinishida bo'lar ekan. Buni alohida bu yerda demak zaryad olish porti bor. Type C ketadigan porti bor bu yerda. Bu yerda xohlasa hozir tugmalik qo'ydik. Agar adaptiv qilib, nima qo'lga moslashtiradigan qilib, nima qilib qo'ysak ham bo'ladi, tikib qo'ysak, qo'lga har xil o'lchamdagi qo'llarga to'g'ri ketaveradi. Tushunarli. Yaxshi, buni demak hozir to'liq variantda apkalarga bog'lanib, bu Play Marketga qo'yib qo'yish kerak ekan-da, apkasini nom berib, keyin bunga alohida patent olsa, keyin qurilma sifatida sotish mumkin. Rahmat.